Chempion. Maşallah. O'zi ham chempion ekanda, aka. Ha, chempion. Ko'mak-ya, beta. Ko'mak aka, ko'mak. Yes, Omar aka. Oltinko'l rayoniga qaraydi Omar aka. Qo'chqorda chempioni shu yerda ekan-u, ha? Maşallah. O qulog'ini qarang. Aka, baraka toping. Men to'g'risi akamiz o'tgan yili Vistivkaga ham chiqib aylangansiz-a? Albatta ko'rdim. Ana shu yerda niyat qilgan ekansizda, men olaman baribir arasham dedim. Qarang, Vistivka ko'rgazmalarda bu foydasida akamizni yuragiga o't tushib mana oldi masalan, to'g'risida mashq qo'ydi. Keling, olib keling. Va bu o'tgan yili asha Andijonda bo'lgan Vistivkada bu birinchi o'rinda olgan. Va 3 ta yo'nalish bo'yicha edi. Yo'nalish bo'yicha edi. Akamizga mana kecha nasib qilib, buni endi o'tgan yildan beri nechta bir 50-60 ta irg'ochi qo'zisini oldim dedi. Bir 15-20 ta erkak qo'zisini oldim buni dedi. Akamiz qarang qancha foyda qilibdi. Endi nasib qilib akamizga keldi. $3100 ga oldingizmi? $3100 ga bo'ldi mana aka. O'zlaring baho beringlar, $3100 ga mashq chiqardi, baraka qilib o'zimiz ustida turib olib berdik-da endi. Aka, mana sog'liqlarga qo'shmoqchimiz. Keling, olib keling, tishini ko'rsating. Ya aka, bu tishi 2 tish, 4 tish aka. 4 tish aka. Mashallah, rosa kuchli ekanda aka. Rosa tobida. Rosa urg'ib pishdi-da. Rosa tobida. Endi mana sog'liqlarga qo'shsangiz keltiradi. To'shini ham bitta ko'rsatib qo'ying-da. Oldilarini ham ko'rsating. Mashallah, baraka toping aka, zo'r. Chempion. Qani olib kelingchi sog'liqlarini buni olib kirib qo'yavering buni endi. Qani aka, qaysi qo'ylarga qo'shamiz endi bularni? Mashq qo'ylarga qo'shmoqchimiz aka. Bular sog'liqlarda. Mashqlar aka 2 tishda xudo xolasa. 2 tishda qo'ylar. Ha, 2 tishdagi qo'ylarimiz ko'p. Mashq qo'ylar bor. Mashqlarga qo'shib. Endi hozir Qirg'izistondan ham olibsiz-a, Sobir aka? Ha, aka Bishkekdan ham xudo xolasa hozir keldi degan nima bo'lib qoldi. Chegarada turibdi dedi. Xudo xolasa aka ertaga mana shu yerda bo'ladi, Mashqo'rada bo'ladi qo'ylar. Mana shu bo'ladi. Xudo xolasa aka. Aka, chempionga qo'shing qo'ydi. Xudo xolasa bu yana ham qo'zilaringiz o'zgarishi bo'ladi. Yaxshiroq natijalarga erishasiz. Endi lekin baribir liniyali yana qo'yib keldim deyapsiz-ku. Ha, liniyali qo'ylarga yana 18 ta kelyapti xudo xolasa. 18 ta. Mashallah. Mana qo'yimizdan ham bor ekan-u mana. Ha, qayladan ham bor. Qayladan. Bu qoshini qoraligini qarang buni. Bu ajoyib ekan aka sizda. Ha, buni ham bir qiziqib olib seleksiya qilamiz deb olganmiz aka. O qarang. Bu ham bitta urg'och tuqqan, bolasi bor mana. Bolasi ham bormi? Ha, bolasi ham bor. Mana shu oldida turibdi, qashqasi bor. Juda chiroyli tushgan aka. Qo'zilaringiz bu alohida joy qilib qo'yganmisiz qo'zilarni? Aka, mana shu qo'yga e'tibor berib keting-da, hozir 10 taga bo'riroq turgan, juda chiroyli degan mana shu qo'ydi bolasi asha aka. Bulturgi bolasi asha. Aka, bolani zo'r baqar ekan. Bolani zo'r baqar ekan, lekin yaxshi bola berar ekan. Demak, bolani zo'r baqar ekan bu qo'y aka. Xudo xolasa aka, mashinaga qo'shamiz deb. Urg'u qarating bu qo'yga. Yaxshi qo'chqorlarni qo'y. Hozirgi qo'chqoringiz ham zo'r ekan asha. Shu qo'chqorni bunga qo'shish kerak aka. Ha. Kelayotganda. Bu qo'zilar bu yerda maza qilib. Qo'zilarda aka kepak solib qo'yamiz aka. Qo'yib. Bega kepak solib qo'yamiz. Aka, zo'r. Mana qarang, juda ham toza, pokiza. Bu tevada nima bu? Yemlar aka. Qanaqa yem bu? Bu buni pistamiz aka, hozir granula qilayotganmiz. Mana unda sho'rxamiz bor. Sho'rxa bor. Naryoqda endi beda, yeryong'oq. O'ta tartibli joy bo'lgan ekan aka. Nihoyatga havas qildim. Aka, endi sekin sog'liqlarni ham liniyali qilamiz-a, xudo xolasa. O'zgartiramiz. Xudo xolasa o'zgartiramiz aka. Sekin o'zgartiriladi. Endi bular ichida ham liniyalari bor aka. Endi men ko'rib turibman-da, taniyman-da qo'ydi. Misol buldozer liniyalar turibdi mana. Endi uni siz liniyasini so'ramagansiz-da birinchi boshlashga. So'ramaganmiz-da aka. Bir akamiz bergan, "Mana liniya desa, endi asha liniya ekan." Aka, mana shu qo'y ham liniyali qo'yda. U liniyali bo'lmasa unaqa bo'lmaydi. Qarang, hali uzun hamma yo'g'i zo'r. Eng kuchli qo'y zash qo'y ekan uni. To'g'risini aytaylik. Ya, mana ana shu qo'y. Aka, endi men uchun endi kimga qanaqa, men uchun shu qayda boring-da shu qo'yda. Juda ham yoqdi mana shu qo'yingiz aka mana. Bu bola baqib yurgan qo'y, bu eng kuchli qo'y bo'ladi, yerini ham bor. Aka, xudo xolasa harakatdamiz. Sizdan hali sotiladiganlari bo'lsa telefon nomeringizni qo'yib beraman aka. Aka.